Demak, bazasi P asosli sanoq sistemasida y tur y plus y65 teng x z 33 tenglikni bajaradi. X, Y va Z harflarini P asosli sanoq sistemasi alifbosining ba'zi raqamlarini ifodalaydi. X, Y, Z P sonining qiymatini aniqlang va bu qiymatni o'nli sanoq tizimiga o'tkazing deyapti. Biz buning uchun mana bu ifodani bajarib olishimiz kerak. Ifodani bajarish uchun yozamiz Y tur yana Y ustun shaklda yozamiz do'stlar, qo'shilgan. Hop, Y 65 ustun shaklda. Endi mana bu yerda qo'shadigan bo'lsak, mana bu x oldiga chiqadi. Xonalar soni demak 4 taku. Demak z keyingisi 33 bo'lyapti. Endi mana shu yerda ifodalab oladigan bo'lsak, bu yerda bir fikr yuritib topib olish mumkin. Demak, sanoq sistemaning asosi bizda noma'lum. Hozircha P asosli sanoq sistema bo'lib turibdi. Demak, shu yerdan keltirib topadigan bo'lsak, qarang. Y ni 5 ga qo'shganimizda nechidir son bo'ladi, Uni P asosli sanoq sistemasiga bo'lganimizda 3 yoziladi. Dilga nechidir o'tadi. Keyingisiga qarang. To'rga 6 ni qo'shsak, e'tibor qiling. To'rga 6 ni qo'shsak 10 bo'ladi. Dilda agar 1 bo'ladigan bo'lsa, 11 bo'ladi. 11 ni biz nechigadir bo'lganimizda 3 yozishimiz kerak. Nechidir dil qolish kerak. Demak, shu yerda 8 ga bo'lganimizda, demak, mana bu bittadan 1 kira 8 8, 11 dan 8 ayirsak 3 qoldiq qolyapti. 3 qoldiq mana bu yerga kelyapti. Bir yana dilda bo'lyapti. Endi shundan fikr yuritib mana bu birinchisini topib olishimiz mumkin. Birinchisida ham 3 qoluvdi. Demak, sanoq sistemaning asosi 8 deyishimiz mumkinmi? Mumkin. Demak, endi sanoq sistemaning asosi 8 bo'ladigan bo'lsa, y nechiligini ifodalab olishimiz kerak. Agar bizda y soni nechi bo'ladi? Mana 6 dan katta bo'lyapti. Haqiqatda mana 8 li sanoq sistema mos keladi. Demak, y bizda 6 bo'lsa, mabodo mana y teng 6 bo'ladigan bo'lsa, 6 ga 5 ni qo'shamiz. 11 ni mana 8 ga bo'lganimiz bor. 3 qoldiq bu yerga yozilyapti. Mana bir dilda. Keyingisi 4 ga 6 ni qo'shsak 10 edi. Boya bir dilda bilan 11, 11 ni 8 ga bo'ldik boya mana 3 va 1 dilda qolyapti. Keyingisi y nima edi? 6 edimi? Mana 6 yozib qo'yamiz. Y ni biz topdik-da boya, bu 6 likni. Demak, y 6 ekan, bu yerda ham 6. Demak, 6 ga 6 ni qo'shsak 12, bir dilda bilan 13, 13 ni bo'lamiz. Demak, 8 ga. Demak, bittadan 1 kira 8 8. Demak, 13 dan 8 ayiradigan bo'lsak, 5 qoldiq. Demak, 5 qoldiqda endi mana bu z o'rniga yozamiz. Va bir dilda qolyapti. Boshqa qo'shiluvchi bo'lmaganligi uchun birni shunchaki oldiga chiqarib qo'yamiz. Demak, x bizda 1 ga to'g'ri keldi. Demak, mana bu yerdan yozib qo'yaman. Y bizda 6 edi. Xo'p. Demak, x imiz 1 bo'ldi. Z imiz 5 bo'ldi. Endi aytayapti, x, y, z sonlarini, demak, x bizda 1, y imiz 6, z imiz 5. Bu nechili sanoq sistema? Sanoq sistema asosini topdik. Mana bu yerda 8 li yozib qo'yaman. Demak, bu ham 8 li sanoq sistema. Endi biz buni 10 li sanoq sistemasida ifodalang deyapti mana. Qarang, 10 li sanoq sistemasida ifodalang deyapti. Xo'p, demak, 10 li sanoq sistemasiga olib o'tish uchun xona razryadlarini aniqlab chiqaraylik. Demak, 0, 1, 2. 1 ko'paytirilgan 8 ning kvadrati. 1 ko'paytirilgan 8 ning kvadrati qo'shilgan. Keyingisi 6 ko'paytirilgan 8 ning birinchisi qo'shilgan. 5 ko'paytirilgan 8 ning nollinchisi teng. Xo'p,
8 ning kvadrati 64. 64 qo'shilgan 6 kere 8 48 qo'shilgan. Demak, mana bu 8 ning 0-si 1 ga teng, 5 kere 1 5 bo'ladi. Hop. Demak, 64 ga 48 ni qo'shadigan bo'lsak, 112, 112 ga 5 ni qo'shsak, 117 ekan o'nlik sanoq sistemasida. Demak, mana shuni toping deyapti. Xo'p, ustozlar, bunga doir attestatsiyada shu attestatsiyamizda shunga doir savollarimiz bor edi. Buni ham e'tibordan chetda qoldirmagan holatda sizga tanishtirib ketyapmiz.